Assalomu alaykum. Bugun tungi xodimni ko'rsataman. Yuzni kechqurun tozalashdan boshlaymiz. Ya'ni Dr. Kpuni removeri bilan. Tozalashning ikkinchi etapi Dr. Kpuni kislorodniy umyvalkasi. Buni yuzimizda 2-3 minut qoldirib, kutib turamiz. Yaxshi terida reaksiyaga kirishib ko'piradi. Keyin yaxshi massaj harakatlari bilan 2-3 minutdan keyin yuvib tashlaymiz. Uchinchi etap peeling gel. Haftada 1 marta, 2 marta ishlatiladi. Yuzingizni ahvoliga qaraysiz. Meni yuzim juda ham yog'li, poralarim kengaygan va tez qora tochkalarga moyil bo'lganim uchun haftada 2 marta ishlataman. Plus enzimniy pudra ham ishlataman. Bu bilasizlar, ham tarkibida salotka bor, dog'larni ochartiradi qizil miya, ham terini mana shunaqangi qora nuqtalaridan tozalab beradi. O'lik hujayra ketadi, teri charaqlab qoladi. 1 daqiqadan keyin mana shunaqa harakatlar bilan terini skatka qilib olamiz. Qizlar, darrov bu og'izda nasagubka bor, o'zingizni bir narsalar deb negativ yozmanglar. Yaqinda bolam qo'lidagi mayda temir mashinasi bilan ko'zimga urib, mana shunaqa ko'kartirdi. Eriz urdimi deydiganlarga yo'q, erim birinchidan urmaydi, ikkinchidan erim Moskvadalar. Shu uchun hali shishlar bor, shu hisobdan bunaqa chiziq bo'lib turibdi. Hali atyoq, shish bor, bu hali ketmagan, mana sarg'ayib yotibdi agar ahamiyat bergan bo'lsangiz terim. Va mana skatka qilib bo'lganimizdan keyin iliq suvda yuvib tashlaymiz. Keyingi etapimiz Pilart laboratoriyasini yuzni osvetlyat qiladigan toneri. Retinol bilan mumkin emas. Qurishini kutamiz. Keyingi etapimiz egzosomalik vokruг глаз kremi. Va yuzimizga albatta Joylistan egzosomalik krem. Ko'z atrofiga ham egzosoma, yuzga ham egzosoma. Chunki yuzim ta'sirchan va dog'ga moyil. Shu uchun doimiy egzosomalar ishlataman. Menga juda ham yoqadi bu krem. Doimiy qizarib turardi yuzim meni, ayniqsa kechqurunlari. Mana shu kremdan keyin shunaqa yaxshi bo'lib qolgan. Bu rostdan davolab berar ekan. To'g'ri, sal qimmat, unaqa kichkina, lekin shunga arziydi. Mana qizlarjonlar, yuzim tayyor.